Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ismim Muxlisa. Hozir siz bilan qiziqarli o'yin o'ynaymiz. Sizga asardan parcha kiritilgan va siz bu yerdan 4 ta xato topishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam boshladik. Ilm bu insonni zulmatdan nurga olib chiqadigan eng buyuk ne'matdir. Mol, dunyo kamayadi, yo'qoladi, lekin ilm qancha ulashilsa ham ortaveradi. Ilmli inson so'zlari bilan emas, fikri, sabri va amali bilan taniladi. Bugun o'rganilgan bilim ertangi hayotning poydevori. Poydevori so'zida T harfi To'g'ri. Birinchi bo'ladi. xatongizni topdingiz. Keyin mana bu yerda ne'matdir deganda tutib belgi qolib ketgan. Yaxshi, to'g'ri. Keyin yo'qoladi emas, yo'qoladi bo'ladi. To'g'ri va oxirgi xatoyimiz. Oxirgisi mana bu yerda inson ilmi so'zlari bilan emas, fikri deb gap nuqta qo'yib qo'yilgan, tikanlanmagan fikr. To'g'ri. Siz barcha xatoliklarni topdingiz. Bizni kuzatishda davom eting. Ishtirokingiz uchun rahmat.